Avstraliyalik kengurular Amerikaning Luiziana shtatida bemalol katta xolasini uyda yurganda yurishadi va siz ko'rib turganingizdek mazza qilib dam olib yotishibdi. Aytgancha, kengurular o'z dumini 3-oyoq sifatida ishlatishadi va agarda siz bularni jahlidan chiqarsangiz, ular o'z dumiga shunday tayanishadi, sizni ikkita oyog'i bilan bitida professional tarzda juda ham qattiq tepishadi. Va yer sayyorasida ikkitagina mavjudot borki, ularda nihoyatda noyob qobiliyat bor. Bu qobiliyat bizda, odamlarda bor va kengurularda. Bu qobiliyat shundan iboratki, ham biz, ham kengurular o'z raqiblarini suv tagida cho'ktirib o'ldirishadi. Hurmatli do'stlar, biz hozirda Luiziana shtatining markazida joylashgan ekzotik hayvonlar ranchosidamiz. Bu yerda nafaqatgina biz kengurularni uchratdik, balkim zebralar, bizonlar, jirafalar, kiyiklarni uchratdik. Mana shular haqidagi barcha eksklyuziv videolarni shu kunlarda Mr. Otabek TV kanalida tomosha qilamiz. Bu degani Mr. Otabek TV kanalida va Luizianadagi eksklyuziv va ekzotik hayvonlar ranchosida kengurular bilan birgalikda ko'rishganda, ko'rishguncha. Siz yaxshimisiz? Yaxshi yotibsizmi?